Tövende Texnika, Köç ve Yükseliş namlı kitaptan makale. Alvin Toffler'ning kitaplardaki kelgüsü dal biz yaşavatkan bugündür. Alvin Toffler Amerikalık danlıq cəmiyyətşünas, kelgüsüşünas, yani futurist ve yazgıcı. O 1928 yılı doğulup 2016 yılı vafat bolgan. Alvin Toffler ijtimoiy ve texniki taraqqiyotning tezlikda butun jamiyatdagi hamma sohalarga singib kirishi kishi o'ylamagan darajadagi o'zgarish davrini yoritdi deb qaragan. O o'zining texnik taraqqiyoti, sıfırlıq inqilob, shundaqla ularning jamiyat, oila va iqtisodga ko'rsatgan ta'siri haqidagi oldin ko'rar farazlari bilan tonilgan. Uning kelgusining zarbisi, yani 1970 yılı nashr qilingan İngilizce ismi Future Shock. Üçüncü dolqun, yani 1980 yılı nashr qilingan İngilizce ismi The Third Wave ve Kuchning yo'tkalişi 1990 yılı nashr qilingan İngilizce ismi Power Shift qatorliq dаңlıq əsərləri bütün dünyada milyonlab setilgan ve kelgusiga qiziqadiganlarning dasturiga aylangan. Örümçide oliy maktabda o'qigan chaqlarimdagi qaynoq yoshlik mazgilimga doir eng yorqin eslamalarimdan biri maktab kutubxonasida o'tkazgan vaqtlarim bo'lib, har kuni degida kutubxonani yo'qlab, Uyg'urcha har xil jurnal, gazet va soatlik, haftalik, oylik oriyat oldigan kitoblarni ilib ko'ratdim. Shu chaqlarda menga ta'sir qilgan kitoblarning biri Amerikalik kelgusishunos Alvin Toffler'ning Uyg'urchaga tarjima qilingan kitobi bo'lib, ismi aniq yodimda qolmabdi. Herhalde 3. dolqun yoki kelgusining zarbisi degan kitoblardan birisi bo'lsa kerak. Aytilishicha, Xitoy davlatining 80-yillardagi bosh ministri Zhao Ziyang Alvin Toffler'ning kitoblarini yaxshi ko'radigan bo'lib, uning kitoblarini tarjima qilib, ko'plab tarqitish buyrug'ini berganmish. Uning Uyg'urchaga nashr qilingan kitobi balkim ashundaq bir xil aktiv muhit ichida ro'yobga chiqqan. Aradan 30 yıldan artıq vaqt o'tganda, onun yuqorqi 3 kitobining inglizcha nusxasini setib olib, qaytadan tafsili o'qib chiqdim. Sababi, xotiramda uning ayni chaqda men o'qigan kitobidagi mazmunlar xiralashib ketgan edi. Kallamda o xotirlarni yo'ritish istagi yenish bilan birlikda, bu olimning yarim asr ilgari faraz qilganlardan qaysilari reallikqa aylanib, qaysilari hali ham tasavvur etish turganligini bilib beqish orzusidan edi. Angliyaning danlıq radio televiziya şirketi bo'lgan BBC 2016 yılı 1 iyul günü Alvin Toffler haqidagi analiz xarakterlik maqolasini e'lon qilgan bo'lib, shu maqola orqali bizga Tofflerning ilgari qilgan farazlaridan reallikqa aylanganlari va aylanmaganlari to'g'risidagi uchurlarni ta'minladi. Hayronlik bilan bayqadimki, Toffler bundan 40-50 yil ilgari o'tirib qo'ygan nurg'un farazlardan tövandikilari bugungi kunda reallikqa aylanib bo'pti. Toffler bilim asosidagi egilikning sanoatlashishdan keyingi egilik shakliga aylanganligi, iqtisodiy faoliyatlarning markaziy nuqtasi yasash va emgakka tayinishdan uchur va sonliq ma'lumotga tayinishga yo'tkilganligini intayin to'g'ri faraz qilgan. U mundaq degan: 21-asrning savodsizlari xat yoza olmaydigan va o'qiy olmaydiganlar bo'lmasdan, balki o'rganolmaydiganlar, o'rganganini unutadiganlar va qaytadan o'rganolmaydiganlardir. U internet va simsiz televiziyaning umumlashishini to'g'ri faraz qilgan. Toffler 1980 yilda kompyuter va uchur aloqa texnikasining taraqqiyoti natijasida kishilar zavod yoki ishxonalarga bormay, uyda o'tirib xizmat qiladiganligini faraz qilgan. Bugungi uyda ishlash, ya'ni remote work modeli bizga buning naqadar to'g'ri faraz qilinganligini ko'rsatib berdi. U buni elektronlik turalg'i, ya'ni electronic cottage deb atagan. Bugungi kunda bo'libmi yaqinqi yillardagi yer sharilish to'lqinida to'r orqali uyda o'tirib ishlash dunyo miqyosida normallashishga boshladi.
milyonlagan programmerlar, loyihalovchilar va to'r savdogarlari yer sharining narda bo'lmasin, faqat kompyuter va internet bo'lsa, xuddi ishxonasidagidek xizmatni normal elib bora oladigan bo'ldi. Do'stlar, texnikaning taraqqiy qilishiga ergishib, kishilarning uchurga ko'milib ketadiganligi, buning bilan insonlarning ruhiy jihatdan oson charchaydigan bo'lib qoladiganligi, qaror chiqarish va tanlashda o'shiqcha omillarning putlakashang bo'lishiga duch keladiganligini oldin aytgan. Bugungi kunda ijtimoiy taratqulardan TikTok, Instagram, X va oyga chiqmas xabarlar sababidan yuqorida qayd qilingan masalalarga duch kelyapmiz. Cheksiz uchur eqimi ichiga ko'milib ketyapmiz. Buning yaxshi va yomon taraflari bor albatta. Muhimi hammani qora qo'yib qabul qilavermasdan, balki foydali sarxil va chin uchurlarni tanlash, foydasi bo'lmagan vaqt va zehniy kuchni xo'rtadigan shakal uchurlarni shallash, qalbni pok va salmoq tutishdan iborat. Aqliy telefonlardan kelayotgan har xil uchur, uqtirish, qisqa sin va rost yolg'onni bilgil bo'lmaydigan uchurlar kelguni kishilarda diqqatini yig'olmaslik, tashvishlanish va ruhiy kasalliklarni keltirib chiqaryotadi. Bu masalalarni hal qilish va taqobil turish uchun ba'zi doktorxonalarda sıfırlıq sağlamlıq təcrübəxanaları qurulub bo'ldi. Do'stlar, kilonlash texnikasining taraqqiyotini oldin faraz qilgan bo'lib, texmo ajoyib bir mumkinchilik shuki, insonlar o'zining biologik karbon nusxasini barliq keltirdi deb yozgan. Do'stlar, insoniyat tarixini birinchi to'lqin, ya'ni dehqonchilik, ikkinchi to'lqin sanoat va uchinchi to'lqin uchur davri deb uch cho'ng to'lqinga bo'lgan. O sanoat davrining oxirlashib, boylik va kuchning zavod, mashina egallaridan uchur, bilim va texnikalarni egallaganlarning qo'liga o'tadiganligini aytgan. Bugungi reallik shuki, dunyodagi eng boy va qudratli shirkatlar an'anaviy neft yoki po'lat zavodlari bo'lmasdan, balki Apple, Google, Microsoft va AI shirkatlaridir. Bilim bugungi dunyoda eng cho'ng kapitalga aylandi. Do'stlar, producer, ya'ni ishlab chiqaruvchi bilan consumer, ya'ni iste'molchi so'zlarini birlashtirib, prosumer degan yangi uqumni yaratgan. O kelgusidagi iqtisodiy faoliyat haqida bunday faraz qilgan. Kelgusida iste'molchi faqat bozordagi molni sotib oluvchilar bo'lib qolmay, balki shu mahsulotni o'zi loyihalaydigan yoki mazmun yaratadigan aktiv ishlab chiqaruvchiga aylanadi. Reallikqa qarab boqaylik. Bugungi kundagi YouTube, TikTok, WhatsApp qatorliq usullarda boshqalar yo'llagan mazmunni ko'ra olasiz, ya'ni iste'mol qilasiz. Shuning bilan birga o'zingiz sin yoki yozma yo'llab mazmun yaratasiz, ya'ni ishlab chiqarasiz. YouTuber, blogger va Wikipedia mazmun yo'llash va mazmun yaratish bilan birga mazmun iste'mol qiladiganlar, ya'ni prosumerlarga kirdi. Shuning bilan birga hozir xaridorlar o'ziga mos keladigan oyoq kiyim yoki kompyuter degandek tovarlarni o'zi qurashtirib zakaz qiladigan bo'ldi. Do'stlar, uchur davrida texnika taraqqiyoti iqtisodga ta'sir ko'rsatib, jamiyatda kishilarning tanlashi va qimmat qarashlaridan xeyli zo'r o'zgarishlarni paydo qildiganligi, nikoh qarishi va oila qurilmasini o'zgartiradiganligini faraz qilgan. O dada, ana va baladan tashkil topadigan an'anaviy oila qurilmasi paydan-pay yemirilib, farzandi bilan birga yashaydigan jo'risizlar, balliq bo'lmaydigan er-xotinlar va aralashma tipdagi oilalarning ko'payganligini tilga olgan. Hozir g'arb jamiyatida bunday ishlar olibron tova deb yaxshi ishlaydigan ish bo'lishdan qilib, qadamda bir uchraydigan odatga ishga aylandi. Yig'inchoqlaganda Alvin Toftlarning ba'zi farazlari mohiyat jihatda to'liq amalga oshdi. Undaqda uning qaysi farazlari to'liq amalga oshmadi? Bu savolmi kitobxonning qolisiga kelish tabiiy. Toftlarning Iroq kelgusiga munosabatlik olam bo'shlig'ida cho'ng shahar va zavodlarni qurish, dengiz ostida insonlar o'ltiraqlashadigan shaharlarni barpo qilish, Mars plani va olam sayohatchilik texnikasi qatorliqlarga doir tasavvur yoki farazlari hozirda amalga oshmagan bo'lsa-mu, lekin Elon Musk qatorliq kishilarning bu sohalardagi tirishchanligi to'flarning fantaziyadek ta'sir beradigan yuqorqi farazlarning
ishga eshishi faqatla vaqt masalasi ekanligini tushuntirsa kerak. Tofler kelgusida ishxona va zavodlardagi xizmatlar uyga o'tkazilganligi uchun shaharlar xarob chiqib yuzlanadi deb faraz qilgan. Ammo reallik uning aksicha bo'lib, shaharda yashaydiganlar burunga qaraganda texmi ko'payib beryotidi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'lcharicha 2050 yilga borganda dunyo nufusining 66% shaharda yashaydi ekan. Alvin Toffler haqida to'xtalishimning sabab shuki, mubada jamiyatning yuzlanishi va texnikaning taraqqiyot logikasini to'g'ri tushunib yetalisak, shuningga asosan ba'zi ishlarni oldin faraz qilib, hayot yo'limizga tanlashlarimizni a'lolashtira olamiz. Bugungi reallik bizga shuni uqtirdiki, texnika faqat qurollar emas, balki insonlarning yashash shakli, oilasi, iqtisodi va psixikasini yiltizdan ta'virtalaydigan g'oyat zo'r kuchdir. Kim bu kuchga ega bo'lsa, shu mutlaq qudrat topalaydi. Bo'libmi, bizdek milliy mavjudlikka eg'ir tahlikaga uchragan, yolg'iz qilayotgan millat uchun eng arziydigan ish hamma birdek zamonaviy fan texnika qaynamaga sho'ng'ish va ilm ma'rifat orqali milliy iqtisodni gullantirishdan iborat. Bu ikki ishda muvaffaqiyat qozonsak, mayli dunyoning nari yashayli, o'z qadr qimmatimiz bilan yashay olamiz va oxiri qaddimizni roslay olamiz. Bu shu ma'noni olganda, kelgusi nasllarning navbatda diqqatimizga selayotgan texnikalik yangiliklar va yuzlanishlarni o'ylanishimiz va tahlil qilishimiz bak muhim. Bundan keyingi 20 yil ichida butun dunyoning AI ilib kelayotgan zo'r to'lqinining ta'siriga uchraydiganligidan gumonlanmayman. Bu ta'sir oldi bilan iqtisodiy taraqqiy qilgan, sanalishib bo'lgan, uchur aloqa aslari mukammallashgan ba'zi jamiyatlarga zarba bo'lib tuyuladi. Xuddi boshqa texnika yangiliklari dunyoning chat yoqi rayonlariga kechikibroq asosda yetib borganda, bu texniklarmi hamma yerga yetib bordi. Ammo iqtisodiy taraqqiy qilmagan uchur aloqa sistemasi ojiz jamiyatlarda uning ta'siri ojizroq bo'ladi. Yillik milliy daromadi butun dunyo yillik daromadining 4/1ni egallaydigan Amerika, Ikkinchi dunyo urushidan keyin harbiy va iqtisodiy kuch jihati darajadan tashqari o'rni turib keldi. Uning hali ham dunyodagi eng kuchli davlat ekanligiga ishonaman. Nurg'un yetarsizliklari davlat ichi va tashqi siyosatlarda ba'zi nomuvofiq va xato joylarning bo'lishiga qaramay, boshqa davlatlar bilan solishtirganda Amerikaning bir gavdalik alohidligi bor. U bo'lsa-mu, bu davlat talantlarni bak qadrlaydi. To'g'risini aytganda, Amerikaning bozor sahnasi talantlarga keng quchoq ochib, ularning iqtidorini joriy qildirishga imkon hozirlab beradi. Ko'zlashimcha, Amerika asosiy qonuni odamni irqi, millati, madaniyati, tashqi ko'rinishi va shuning o'xshash xususiyatlari sababli kamsitishni ma'ni qilgan bo'lsa-mu, ammo hamchotga tasdiq solganlarning o'zimi inson. İnsan bo'lgan ekan belgilik xohish va hissiyotga tayinib ish qilib qo'yishdan saqlanish tas. Ana shu sababdan emgak bozorida az to'la kamsitish, o'xshamagan ko'z qarash ahvollaridan tamoman mustasno deyish tas. 1992-yili emgak iqtisodshunoslikqa qo'shgan tuhfasi bilan Nobel iqtisod mukofotiga erishgan iqtisodshunos Gary Baker tadqiqot orqali emgak bozorida boshqalarni kamsitishning badali ig'ir degan yakun chiqargan. Lekin kapitalistik egilik taraqqiyot davomida hamisha yangi kuch va kashfiyotlarga muhtoj bo'ladiganligi, shundaqla yangiliklarning maydonga kelishiga sovrin hozirlab berdigani uchun nurg'un olamshumul texnik kashfiyot va yangiliklar Amerikada barliq keldi va kelyotdi. Masalan, aeroplan, avtomobil yasashdan kompyuter va aqlli telefongacha hammasi Amerikada ijod qilinib dunyoga taralgan. Amerikaning g'oyat zo'r iqtisodiy va harbiy kuchini uning ilg'or fan texnikasidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Ko'rib olamizki, aramizdan yetib chiqayotgan talantli kishilar va fan texnika gigantlari Amerika bozorini ko'zlab turishsa, meningcha to'g'ri qilgan bo'ladi.